Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni ko'taryapman. SSSR davrida o'qigan texnikum, institut, universitet, bilim yurti yoki boshqa o'rta maxsus ta'lim muassasasida kunduzgi bo'limda ta'lim olgan pensionerlarni haqiqatan ham kutilmagan yangilik kutishi mumkin. Bu ma'lumot har bir pensionerga ayniqsa pensiyasi kam chiqayotgan. Mening stajim ko'p edi, lekin pensiyam nega past deb o'ylayotgan insonlarga bevosita tegishli. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi o'qish yillari pensiya stajiga kirishi mumkin? Kimlar pensiyasini qayta hisoblatishga haqli? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Qayerga murojaat qilish lozim va eng asosiysi, qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta eski diplom yoki arxiv ma'lumoti ayrim pensionerlar uchun pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday huquqiy va pensiyaga oid ma'lumotlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Ko'pchilik pensionerlar pensiyaga chiqqan paytda faqat mehnat daftarchasida yozilgan ish yillari hisobga olingan deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya tayinlashda ayrim hollarda faqat ishlagan yillar emas, balki qo'lida belgilangan boshqa davrlar ham staj sifatida inobatga olinishi mumkin. Shular ichida eng ko'p savol tug'diradigani SSSR davrida olingan ta'lim davri. Oldin qanday bo'lgan? Sovet davrida ko'p odamlar maktabni tugatgach, texnikumga, institutga, pedagogika bilim yurtiga, tibbiyot bilim yurtiga, politexnika institutiga, qishloq xo'jaligi institutiga yoki boshqa oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlariga kunduzgi bo'limga kirgan. O'sha paytda ko'pchilik o'qishdan mehnatga tayyorgarlikning bir qismi deb bilgan. Ayrim hujjatlarda o'qish davri keyinchalik umumiy mehnat staji hisobida ko'rgan. Lekin pensiya tayinlash jarayonida bu masala har doim ham to'g'ri tekshirilmagan. Bugungi kunda nima o'zgardi? O'zbekistonda pensiya tizimi raqamlashtirilgani sari eski hujjatlar, arxiv ma'lumotlari, diplomlar, mehnat daftarchalari qayta tekshirilmoqda. Ko'p pensionerlar o'z pensiya ishida ba'zi davrlar umuman kiritilmagani bilmay yuribdi. Masalan, odam 1975 yildan 1979 yilgacha institutda kunduzgi o'qigan, keyin 1990 yildan 2010 yilgacha ishlagan. Pensiyaga chiqqanda esa faqat ish davri hisoblangan, o'qish davri e'tibordan chetda qolgan bo'lishi mumkin. Agar qonuniy asos va hujjat bo'lsa, bu davrni pensiya stajiga qo'shtirish masalasi ko'tariladi. Bu yerda juda muhim narsa aniq aytaman. Har qanday o'qish davri avtomatik ravishda pensiyani oshiradi degan gap noto'g'ri. Hammasi o'qish turi, o'qish shakli, hujjatlar pensiya tayinlangan sana. Staj yetarliligi va pensiya hisob kitobiga bog'liq. Lekin tekshirib ko'rishga arziydigan holatlar juda ko'p. Birinchi navbatda SSSR davrida kunduzgi bo'limda o'qigan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, siz o'qili bo'lish kerak. 1960 yillarda texnikum, institut, universitet yoki bilim yurtida o'qigan bo'lsangiz, qo'lingizda diplom bo'lsa, diplom ilovasi bo'lsa yoki o'qiganingizni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi bo'lsa, pensiya ishida bu davr hisobga olinganmi yo'qmi? Tekshirtirishingiz kerak. Ikkinchi guruh pensiyasi juda kam chiqqan pensionerlar. Ba'zan odam 35-40 yil mehnat qilganini aytadi. Lekin pensiya hisobida staj 25 yoki 28 yil bo'lib turadi. Nega? Chunki mehnat daftarchasida ayrim yozuvlar noto'g'ri bo'lgan, korxona nomi o'zgargan, muhr tushunarsiz bo'lgan, arxivdan ma'lumot olinmagan yoki o'qish davri kiritilmagan. Ayniqsa ayollar orasida bu muammo ko'p uchraydi. Ular avval o'qigan, keyin ishlagan, keyin farzand parvarishi bo'yicha tanaffus qilgan, keyin yana ishlagan. Natijada ayrim davrlar pensiya ishida yo'qolib qolgan. Uchinchi guruh pedagoglar, shifokorlar, muhandislar, agronomlar, iqtisodchilar, hisobchilar, texnik mutaxassislar. Sovet davrida bu kasblarni egallash uchun ko'p hollarda albatta maxsus ta'lim olingan. Masalan, ayol kishi 1902 yilda pedagogika bilim yurtiga kirgan, 1967 yilda tugatgan. Keyin qishloq maktabida 30 yil o'qituvchi bo'lib ishlagan. Agar uning pensiya ishida faqat maktabdagi ish davri kiritilgan bo'lsa, bilim yurtidagi kunduzgi o'qish davri bor yo'qligini albatta tekshirish kerak. Endi real misollarga o'tamiz. Birinchi misol. Toshkent viloyati yashovchi pensioner 1974 yildan 1979 yilgacha institutda kunduzgi o'qigan, 1977 yildan 2015 yilgacha ishlab pensiyaga chiqqan. Uning mehnat staji pensiya esa ishda 35 yil deb ko'rsatilgan. U diplomini olib bo'lgandan keyin 5 yillik o'qish davri masalasi tekshirilgan.
Agar qonuniy talablarga mos kelsa, umumiy staj 40 yilga yaqinlashadi. Bu har doim ham pensiyani bir necha barobar oshiradi degani emas, lekin hisob-kitob koeffitsientlariga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi misol. Samarqandlik ayol 1938 yildan 1921 yilgacha tibbiyot bilim yurtida kunduzgi o'qigan. Keyin feldsher bo'lib ishlagan. Pensiya tayinlanganda uning o'qish davri tasdiqlovchi hujjat bo'lmagani uchun hisobga olinmagan. Keyinchalik u arxidan falon yillarda kunduzgi bo'limda o'qigan degan ma'lumotnoma olgan. Mana shunday hujjat pensiya jamg'armasiga taqdim etilsa, pensiya ishi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Uchinchi misol. Farg'onalik erkak kishi 1902 yildan 1997 yilgacha institutda sirtqi bo'limda o'qigan va bir vaqtning o'zida zavodda ishlagan. Bunday holatda sirtqi o'qishning o'zi alohida staj sifatida qo'shilmasligi mumkin. Chunki u davrda odam ishlagan bo'lsa, staj ish joyi orqali hisoblangan. Ya'ni bitta davr 2 marta qo'shilmaydi. Bu juda muhim. 1997 yillar ham ish ham o'qish deb 2 barobar hisoblanmaydi. Pensiyada davrlar odatda takrorlanib ko'paytirilmaydi. 4-misol. Qashqadaryolik ayol 1979 yilda institutga kirgan. 1991 yilda oilaviy sabab bilan akademik ta'til olgan. Keyin 1992 yilda o'qishni davom ettirgan va 1995 yilda diplom olgan. Bu yerda hamma davr bir xil hisoblanmasligi mumkin. Kunduzgi haqiqiy o'qigan davr akademik ta'til, chiqarilgan va qayta tiklangan davr alohida tekshiriladi. Shuning uchun faqat diplom yetarli bo'lmasligi mumkin. O'qish boshlangan va tugagan sanalar, buyruqlar, akademik ta'til davri bo'yicha ma'lumotnoma so'raladi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyaga chiqqaningizda barcha hujjatlaringiz to'liq topshirilgan bo'lsa, pensiya ishida diplomingiz nusxasi mavjud bo'lsa, o'qish davri alohida ko'rsatilgan bo'lsa, stajingiz to'liq hisoblangan bo'lsa, albatta vahima qilish shart emas. Lekin baribir bir marta tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki amaliyotda odam hammasi kiritilgan deb o'ylaydi. Lekin pensiya ishini ko'rganda ayrim yillar yo'qligi bilinadi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala o'qish shakli. Odatda kunduzgi ta'lim davri bilan sirtqi yoki kechki ta'lim davrining huquqiy baholanishi bir xil bo'lmasligi mumkin. Kunduzgi ta'limda talaba asosan o'qish bilan band bo'lgan. Sirtqi ta'limda esa ko'pincha odam ishlagan va ish staji alohida yuritilgan. Shuning uchun men ham institutda o'qiganman deyishning o'zi yetmaydi. Qaysi bo'limda o'qigansiz? Kunduzgi, sirtqi, kechki. Buni hujjat bilan tasdiqlash kerak. Ikkinchi nozik masala, hujjatda aniq sanalar bo'lishi kerak. Ko'p diplomlarda faqat 1902 yilda tugatdi deb yoziladi. Lekin pensiya uchun ba'zan qaysi sanadan qaysi sanagacha o'qigani kerak bo'ladi. Masalan, 1974 yil 1 sentabrdan 1909 yil 30 iyungacha. Agar sana aniq bo'lmasa, pensiya jamg'armasi qo'shimcha ma'lumot so'rashi mumkin. Shuning uchun arxa ma'lumotnomasida falon o'quv yurtining kunduzgi bo'limida falon sanadan falon sanagacha tahsil olgan deb yozilishi juda foydali. 3-nozik masala. O'quv yurti hozir mavjud bo'lmasligi mumkin. Sovet davridagi ko'plab texnikumlar, bilim yurtlari, institutlar nomi o'zgargan, boshqa muassasaga qo'shilgan yoki butunlay tugatilgan. Bu pensioner uchun muammo, lekin yechimsiz emas. Bunday holatda arxivga murojaat qilinadi. O'quv yurtining hujjatlari viloyat arxivida, vazirlik tizimidagi arxivda yoki o'sha muassasaning huquqiy vorisida saqlanishi mumkin. 4-nozik masala. Harbiy xizmat, o'qish va ish davrlari bir-biriga to'g'ri kelib qolishi. Masalan, odam 1976 yilda o'qishga kirgan, 1977 yilda armiyaga ketgan, 1990 yilda qaytgan, keyin o'qishni davom ettirgan. Bu holatda o'qishdan oldingi davr, harbiy xizmat davri, keyingi o'qish davri alohida ko'riladi. Bitta davrni 2 marta stajga qo'shib bo'lmaydi, lekin har bir davrning o'z huquqiy ahamiyati bor. 5-nozik masala. Pensiya miqdori faqat stajga bog'liq emas. Men buni alohida ta'kidlayman. Chunki ko'pchilik yana 4 yil qo'shilsa, pensiyam juda katta oshadi deb o'ylaydi. Pensiya hisobida staj bilan birga ish haqi. Hisoblash uchun tanlangan davr, eng kam pensiya me'yorlari, ustamalar, yoshga doir pensiya turi, nogironlik yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi kabi omillar ham rol o'ynaydi. Ba'zi odamda o'tib 4 yil qo'shilishi sezilarli farq beradi. Ba'zida esa farq juda kichik bo'ladi. Lekin huquqingiz bo'lsa, uni talab qilish kerak. 6-nozik masala. Qayta hisoblash qaysi kundan amalga oshiriladi?
Odatda yangi hujjat taqdim etilganda pensiyani qayta hisoblash masalasi murojaat qilingan sana va amaldagi tartib asosida ko'riladi. Ya'ni men 10 yil oldin ham bunga haqli edim. Endi 10 yillik farqni to'lab bering deyish har doim ham avtomatik qanoatlantirilmaydi. Bu masala aniq holatga, hujjat qachon taqdim etilganiga va qonuniy tartibga bog'liq. Shuning uchun kechiktirmaslik kerak. 7-nozik masala. Diplomning o'zi ba'zan yetarli emas. Agar diplomda o'qish yillari, muassasa nomi, ta'lim shakli aniq ko'rsatilgan bo'lsa, ish osonlashadi. Ammo ko'pincha eski diplomlarda bo'lim shakli ko'rinmaydi yoki familiya o'zgargan bo'ladi. Masalan, ayol kishi qizlik familiyasi bilan diplom olgan, keyin turmushga chiqib familiyasi o'zgargan. Bunday holatda nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Aks holda pensiya jamg'armasi diplomdagi shaxs bilan ariza beruvchi bir shaxs ekanini tasdiqlang deyishi mumkin. 8-nozik masala. Arxiv ma'lumotnomasidagi xatolar. Ba'zan arxiv noto'g'ri tug'ilgan sana, familiyada bitta harf xatosi yoki o'qish sanalarini noto'g'ri yozib beradi. Pensioner esa bu hujjatni olib boradi, keyin qaytariladi. Shuning uchun ma'lumotnomani olganingiz zahoti hamma joyini tekshiring. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, o'quv yurti nomi, fakultet, bo'lim, kunduzgi yoki boshqa shakl ekanligi, arxivning muhri va imzosi bor yo'qligi. 9-nozik masala. SSSRda o'qiganman degan ibora juda keng. Masalan, kasb-hunar kursi, qisqa muddatli malaka oshirish, haydovchilik kursi, 3 oylik o'quv kursi, korxona ichidagi o'quv tayyorgarlik hammasi bir xil baholanmaydi. Pensiya stajiga kiradigan ta'lim davri bilan oddiy kurs yoki malaka oshirish o'rtasida farq bor. Shuning uchun har bir holat alohida tekshiriladi. Endi eng kerakli qism, siz hozirdan boshlab nima qilishingiz kerak? Men sizga bosqichma-bosqich aniq yo'l xaritasini beraman. Birinchi qadam, uyda barcha hujjatlaringizni yig'ing. Diplom ilovasi, mehnat daftarchasi, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tegishli hujjat, eski ma'lumotnomalar, o'qishga kirgan yoki tugatganlik haqidagi hujjatlar bo'lsa, hammasini bitta papkaga soling. Hujjatlarni telefoningizga rasmga olib qo'ying, lekin asl nusxalarini ham saqlang. Ikkinchi qadam, pensiya ishida o'qish davri bor yo'qligini aniqlang. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Arizada oddiy qilib shunday mazmunda yozing. Mening pensiya ishimda falon yillarda, falon o'quv yurtida kunduzgi ta'lim olgan davrim stajga kiritilmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Zarur bo'lsa, pensiyamni qayta hisoblash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingizni, pasport ma'lumotlaringizni, pensiya guvohnomangiz ma'lumotini ko'rsating. 3-qadam, agar diplomda yetarli ma'lumot bo'lmasa, arxiv ma'lumotnomasi oling. Buning uchun avvalo o'qigan muassasangiz hozir qaysi nomda faoliyat yuritishini aniqlang. Masalan, eski pedagogika bilim yurti, hozir kollej bo'lgan, keyin texnikumga aylangan bo'lishi mumkin. Agar muassasa topilmasa, viloyat davlat arxiviga yoki tegishli vazirlik tizimiga so'rov yuboriladi. So'rovda albatta quyidagilarni yozing. Qaysi yillarda o'qigansiz? Qaysi fakultet yoki bo'lim? Kunduzgi yoki sirtqi? Qizlik familiyangiz bo'lsa, uni ham yozing. Tug'ilgan sana va joyingizni ko'rsating. 4-qadam, ma'lumotnomada kunduzgi bo'lim degan so'z borligiga e'tibor bering. Agar bu so'z bo'lmasa, keyin pensiya jamg'armasi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Shuning uchun arxivga murojaat qilganda ta'lim shaklini ko'rsatib berishingizni so'rayman deb alohida yozing. Bu mayda tuyuladi, lekin amalda juda muhim. 5-qadam, familiya mosligini oldindan tayyorlang. Ayniqsa ayollar uchun. Agar diplom qizlik familiyangizda bo'lsa, hozirgi pasportdagi familiya boshqa bo'lsa, nikoh guvohnomasi ajrim bo'lgan bo'lsa, tegishli hujjat. Bir necha marta familiya o'zgargan bo'lsa, zanjir bo'yicha hamma hujjat kerak bo'ladi. Pensionerlarning ko'p arizalari aynan shu sabab bilan cho'zilib ketadi. 6-qadam, arizani 2 nusxada topshiring. Bo'lim bitta nusxasini pensiya jamg'armasiga bering. 2-nusxasiga qabul qilingan sana kirim raqami yoki mas'ul xodim imzosini oldirib o'zingizda saqlang. Agar elektron tarzda yuborsangiz, yuborilganini tasdiqlovchi raqamni saqlang. Chunki keyin men murojaat qilgandim deyish uchun og'zaki gap emas, yozim dalil kerak bo'ladi. 7-qadam, javobni diqqat bilan o'qing. Agar sizga o'qish davri hisobga olinmaydi deb javob berishsa,
nima sababdan hisobga olinmasligi yozilishi kerak. Sabab aniq bo'lmasa, qo'shimcha tushuntirish so'rang. Agar hujjat yetishmasa, qaysi hujjat kerakligini yozma ravishda so'rang. Agar noto'g'ri xulosa qilingan deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki sud tartibida murojaat qilish huquqingiz bor. Lekin avval barcha hujjatlarni to'liq yig'ib olish maqsadga muvofiq. 8-qadam pensiya qayta hisoblanganda yangi miqdorni tekshiring. Sizga faqat qayta hisoblandi deyishlari yetarli emas. Qancha staj bo'lgan edi, qancha bo'ldi, qaysi davr qo'shildi, pensiya miqdori qancha o'zgardi, qaysi sanadan boshlab to'lanadi, bularni bilishga haqlisiz. Agar tushunmasangiz, yozma izoh so'rang. Pensioner o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilishi kerak. 9-qadam qo'shnilar, qarindoshlar, sobiq hamkasblarga ham ayting. Chunki ko'pchilik bunday imkoniyat borligini umuman bilmaydi. Ayniqsa qishloqlarda yashayotgan pensionerlar diplomim sandiqda yotibdi, endi nima keragi bor deb o'ylaydi. Aslida eski hujjat bugun ham huquqiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Yana bir muhim maslahat. Hech kimga pul berib pensiyamni oshirib ber demang. Pensiya masalasi rasmiy tartibda, hujjat asosida hal qilinadi. Agar kimdir men tanish orqali qilib beraman desa, ehtiyot bo'ling. Sizning eng kuchli qurolingiz to'g'ri ariza, to'liq hujjat va qonuniy talab. Hamma ishni yozma qiling, nusxalarni saqlang, hujjat topshirganingizni tasdiqlang. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam yillar davomida kam pensiya olib yuradi. Chunki birgina arxiv ma'lumotnomasi yetishmagan bo'ladi. Yana boshqa odam esa o'qish davri allaqachon stajga kiritilganini bilmay, ortiqcha ovora bo'ladi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l taxmin qilish emas. Pensiya ishingizni tekshartirish. Demak, SSSR davrida ta'lim olgan pensionerlar uchun eng katta syurpriz shuki, ayrim hollarda eski o'qish davri pensiya stajiga ta'sir qilishi. Pensiya ishi qayta ko'rib chiqilishi va huquqiy asos bo'lsa, pensiya miqdori o'zgarishi mumkin. Lekin bu avtomatik emas. Kunduzgi ta'limmi, hujjat bormi, sanalar aniqmi, pensiya ishida avval hisobga olinganmi, hammasi tekshiriladi. Mening sizga tavsiyam, diplomangizni toping, mehnat daftarchangizni ko'ring, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Kerak bo'lsa arxivdan ma'lumotnoma oling va o'z huquqingizni talab qiling. Bugun qilinadigan bitta ariza ertaga pensiyangizga ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Agar siz SSSR davrida o'qigan bo'lsangiz, izohlarda qaysi yillarda, qaysi o'quv yurtida o'qiganingizni yozing. Balki sizning holatingiz boshqalarga ham foydali misol bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta pensioner ota-onangiz, qo'shnilaringiz va qarindoshlaringizga yuboring. Keyingi videolarda men pensiya stajiga kiradigan boshqa davrlar, arxivdan hujjat olish va pensiyani qayta hisoblatish tartibini yanada batafsil tushuntirib beraman.